Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, jurnalist va blogerlar. Joriy yilning boshidan Shirin shahrida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha umumiy ma'lumot berib o'taman. Joriy yil boshidan Shirin shahrida barcha mahallalarda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tadbirlari tizimli va manzilli amalga oshirish bo'yicha reja grafiklar ishlab chiqilib, grafikka asosan doimiy ravishda joylarda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tadbirlari o'tkazilib kelinmoqda. Jumladan, barcha shahar korxona va tashkilotlari hududi obodonlashtirildi. Shahrimiz hududidagi 55 kilometr latok, ariq va zovurlar chiqindilardan tozalanib, 2 kilometr qismi betonlashtirildi. 53 ta ko'chalar chiqindilardan tozalandi. Mavjud qabristonlarda hashar va obodonlashtirish tadbirlari amalga oshirildi. Yashil makon umumiy loyihasi doirasida joriy yilning bahor mavsumida shahrimiz hududiga 25 ming dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilishi belgilangan bo'lib, 3 kuniga qadar 25.300 dona ko'chatlar ekildi. Aholining tomorqa va ijara yerlarini samarali foydalanish orqali daromadlarini oshirish chora-tadbirlari rejasi ishlab chiqilib, 17.033 ta tomorqa yer egalarining mavjud 70 gektar yer maydonlarining 41 gektariga ekin ekish ishlari amalga oshirildi. Jumladan 21 gektar sabzavot, 22 gektar yerga kartoshka va boshqa turdagi ekinlar ekildi. Bir mahalla, bir mahsulot tamoyilini joriy etish, mahsulotlarni ichki bozorga yetkazib berish va mahallaning eksport salohiyatini oshirish bo'yicha aniq hisob-kitoblar qilinib, aholi tomorqalariga ekiladigan ekinlar joylashtirish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari shakllantirildi. Shuningdek, Shirin shahar Farhod mahallasiga Turonbank boshqaruvi tomonidan aholi tomorqalariga ekish uchun 500 dona limon ko'chatlari yetkazib berildi. O'zbekiston temir yo'llari AJning Shirin shahriga biriktirilgan vakillari tomonidan shahar hududiga 500 dona mevali va manzarali ko'chat daraxtlari ekildi hamda shahar obodonlashtirish boshqarmasiga 1 dona mini traktor, 2 dona motokultivator texnikalari berildi. Mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash yo'nalishida bugungi kunga qadar 7 ta mahalladagi 14 ta transformatorlarni ta'mirlash hamda tayanch ustunlarini o'rnatish ishlari amalga oshirilishi natijasida xonadonlarda elektr ta'minoti yaxshilandi. Shuningdek, gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida 2,5 kilometr uzunlikdagi gaz quvurlari ta'mirlandi. Ko'p qavatli uy joylarini ta'mirlash, aholiga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida 9 ta ko'p qavatli uylarning 50 kvadrat metr tom qismi, 6 ta kirish yo'laklari, 2 ta uyning yerto'la qismi, 3 ta ko'p qavatli uyning elektr taqsimlovchi shitlari ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, shahar bo'yicha jami 3 kilometr suv tarmoqlari ta'mirlandi. Ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish, migratsiyadagi fuqarolar bilan manzilli ishlash yo'nalishida ishsiz fuqarolarning 155 nafarini bandligi ta'minlandi. Kambag'al oilalarning 4-5 toifasiga kiruvchi oilalarga 120 ta rahbarlar biriktirilib, 22 ta yo'nalish bo'yicha amaliy yordamlar ko'rsatish ishlari tashkillashtirildi. Mahalla yettiligi tomonidan xorijda ishlash va daromad topish maqsadida ketgan 21 nafar migrantlar bilan muloqotlar o'tkazildi. Navruz umumxalq bayrami munosabati bilan joylarda 5 ta madaniy tadbirlar, 20 ta sport, 3 ta milliy sport turlari bo'yicha musobaqalar, 36 ta ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha 2025-yilning 1-choragida Prezident virtual qabulxonasi orqali 271 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, mazkur murojaatlarning 153 tasi qanoatlantirilgan. 66 tasi bo'yicha huquqiy maslahat berilgan va 22 tasiga tushuntirish berilgan bo'lsa, qolgan 30 tasi murojaatlar ko'rib chiqish jarayonida qolgan. O'tgan yilning mos davriga nisbatan murojaatlar soni 60 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Joriy yilning shu kuniga qadar rahbarlar tomonidan 44 ta sayyor va ommaviy qabullar o'tkazilib, qabullarda jami 111 ta murojaatlar kelib tushgan. Ushbu murojaatlarning 89 tasi yoki 80.1% ijobiy, 12 tasi huquqiy tushuntirish berish orqali hal etilgan. 10 tasi bugungi kunda ko'rib chiqish jarayonida. E'tiboringiz uchun rahmat.